Biz uchun avvalambor bu o'yin yutuqdan boshqa natija to'g'risini aytganda hammamiz buni yaxshi tushunamiz. Yutuqdan boshqa natija bizani qoniqtirmaydi. Agar biz chempionat meriga chiqmoqchi bo'lsak, butun o'zbek xalqi, futbolchilar ham buni juda xohlaydi, xalqimiz ham juda xohlaydi. Agar bu narsa chempionat meriga chiqadigan bo'lsak, men o'ylashimcha bu o'yinni biz yutishimiz kerak. Qanaqa men to'g'risini aytaman, mana hozir siz bilan suhbat quryapman. Ancha ham to'g'ri gap gapiradigan insonman va misol uchun so'zlarim qattiq bo'lishi mumkin, lekin hamma narsa to'g'ri bo'lsin deb harakat qilaman. Milliy terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqdi. Eron jamoasini mag'lub etdi. Jahon chempionatiga chiqdi deylik. Lekin biz bu jahon chempionatiga tayyormizmi o'zi? Mana tayyormiz ham. Juda ko'p jamoalar jahon chempionatiga chiqadi. Koreya, Shimoliy Koreya chiqdi jahon chempionatiga, Saudiya Arabistoni chiqdi, Birlashgan Arab Amirliklari chiqdi o'zining vaqtida. Lekin hozir mana 25 yildan beri nega jamoalar chiqa olmayapti? 20 yil bo'ldi, qaysi biri 25 yil bo'ldi, qaysi biri 30 yil bo'ldi. Nega chiqa olmayapti? Chunki ular tayyor emas jahon chempionatiga chiqishga bo'lgan. Qanaqadir ham omad bilan chiqishi mumkin. O'tgan yili biz o'tgan jahon chempionatida Braziliyaga bo'lgan saralashda biz omad bilan chiqishimiz mumkin edi. Lekin ikkita gol farqi bilan qolib ketdik. Men nima demoqchiman? Biz jahon chempionatiga har safar bu 4 yilda chiqarmikinmiz yo chiqmaymikinmiz degan narsa bo'lish kerak emas demoqchiman. Jahon chempionatiga chiqadigan jamoalar, jahon chempionatiga chiqadigan milliy terma jamoalar u jahon chempionatiga chiqqandan keyin bitta borib muzqaymoq yeb kelib yo bo'lmasa 5 ta 10 ta gol o'tkazib kelishi shart emas, unga tayyor bo'lib chiqish kerak demoqchiman. Ko'p muxlislarimizni, misol uchun o'zimni yaqinlarim, o'zimni misol uchun rahmatli otam gapirdilar, qachon chiqasizlar, qachon chiqasizlar. Men aytardim, chiqsak, hop chiqdik, o'ynadik. Hozir biz o'tda insonlar shunaqa, birinchi borgin deydi, o'sha yoqqa borsangiz keyin yutgin deydi. Shuning uchun shundan kelib chiqish kerak edi. Men aytmoqchiman, poydevor mustahkam bo'lish kerak. Poydevor mustahkam bo'lish kerak. Bizda avvalambor poydevorimiz. Bugun biz jahon chempionatiga chiqdik deylik, masalan. Jahon chempionatiga chiqdik, o'ynadik, qanaqadir ham natijalar yoqmadi, lekin bizni amin bo'lishimiz kerak, keyingi jahon chempionatiga bizdan keyingi odamlar chiqish. Bizdan keyingi futbolchilar amin bo'lishimiz kerak, 100% chiqadi. Shu narsaga. Nimaga? Ana o'shanda men o'ylayman, jamoalarimiz, o'shanda milliy terma jamoamiz qanaqadir ham o'zidan keyin mustahkamlik bo'ladi. U bitta chiqib, yana 50 yil u narsani kutib, bu narsa men noto'g'ri deyman. Mana olishingiz mumkin, ancha yillardan beri Koreya, Yaponiya, Eron jamoalari, to'g'rimi? Avstraliya jamoalari har doim chiqib keladi. Nimaga? Chunki ularning poydevori zo'r. Chunki ularning yoshlarini qarang, hammasi jahon chempionatlari, hammasi bir o'rinlarni olgan. Qaysidir ham kuchli grand jamoalari bilan necha o'ynagan, yo bo'lmasa yutgan. Mana hozir 20 yoshliklar o'rtasida bo'lyapti. Mana o'zingiz ko'ryapsiz. Yaponiya yutdi, Eron yutdi. Bu nimaga? Nimaga? Misol uchun biz o'zimizda ham o'ynasak, misol uchun Eron bilan, Koreya bilan o'ynasak, qachon yutarkinmiz, qachon gol urarkinmiz degan xayolda bo'lamiz. Nega biz o'yinga chiqib turib bemalol Koreyani yo Eronni 2-0 yo bo'lmasa 3-0 nega bemalol yuta olmaymiz? Chunki bizda poydevor yo'q. Bizda shu ajoyib poydevor bo'lishi kerak. Mana o'zimizni yoshlarni qarang, 3-4 yil, 5 yil oldingina oling, hamma yoshlarimiz jahon chempionatiga chiqardi. Bekordan bekorga jamoa 5 ta jamoaning ichida 14 ochko to'plab jahon chempionatiga Braziliyaga chiqa olmadi. Bekordan bekor. Chunki qanaqadir ham bo'lsa ham shu yoshlar poydevor, shu milliy terma jamoa shakllangan payt edi. Mana hozirga kelib turib xuddi o'sha milliy terma jamoa, lekin o'zgarishlar bor. O'zgarishlar bor. Bitta nima desam ekan, murabbiyning juda ham katta ishi kerak. Nimaga? Bu ikkinchi bosqich, birinchi bosqich, uchinchi bosqich, emasda bu 4-bosqich. Hal qilish. Bitta hal qiluvchi, bitta faqat bitta bir 10 bitta maydonga tushgan, misol uchun futbolchi hech narsani hal qilmaydi. To'g'ri, futbolchi yuguradi. Men unaqa aytmoqchi emas. Futbolchi hamma narsani hal qiladigan futbolchi demoqchi. Bu yerda mana misol uchun Portugaliya chempionat Yevropani yutdi, to'g'rimi? Qanaqa yutdi? Murabbiy yutdi, to'g'rimi? Murabbiyning ishi bo'ldi. Mana sizga bitta narsani aytaman. Bizda o'z milliy terma jamoamizda omad degan narsa umuman yo'q. Mana to'g'risini tan olishimiz kerak.
Jamoamiz zo'r bo'lyapti-da Jahon chempionati 2014 ga Braziliyaga chiqish uchun. Jamoamiz zo'r, Erondan ham kuchlimiz, juda ko'p komandalardan kuchlimiz o'sha vaqtga. Lekin bizni qanaqadir ham o'yinlarni yutqizib qo'yib, anaqa qilib, glavniy o'yinlarni yutyapmiz-da, omad yetishmay oxirida qolib ketyapmiz. Bu omad. Mana hozir ham misol uchun Suriyaga boryapmiz-da, oxirgi 90-minutda penaltida bizga kerakli o'sha mayli necha o'ynaganmiz, 1 ochko juda katta muhim narsa edi. Nimaga? 1 ochko juda katta muhim narsa edi. Chunki hozir biz o'yinni misol uchun Eronda borib hech kim eta olmaydi. O'zbek muxlisi jonajon o'zini yaxshi ko'rgan milliy terma jamoasi uchun etadi-da, men komandam xudo xolisa yutadi deydi. Lekin bu narsa men aytmoqchi emasman, nerealniy demoqchi emasman. Bu mumkin, ilojisi bor, lekin juda qiyin. Nimaga? Hozir Eron ham omadli jamoa, ham juda kuchli jamoa. Ham gol o'tkazmadi hali. Hali gol o'tkazmadi. Nima desam ekan? Juda o'zbekchasiga qanaqa bo'ladi? Organizovanniy. Tashkil, hamma tomondan tashkil topgan. Murabbiy ham 5 yildan beri, 6 yildan beri ishlab kelayotgan murabbiy. Juda bir-birini tushunadigan, o'zini nima xohlayotgan, juda ajoyib jamoa deya olaman men Eron jamoasini. Lekin bitta narsa bor, oldingi safar biz 1-0 yutib ketdik u yoqda. Ancha yildan beri bo'lmagan narsa edi. Lekin bir narsa, agar bizning o'yinimiz to'g'ri tashkil etilib, to'g'ri o'ynasak, men o'ylashimcha ijobiy natijaga erishamiz. Eron jamoasi qaysi jamoalar bilan kuzatgan bo'lsangiz ham uyda o'ynaydimi, safarda o'ynaydimi, Eron jamoasi faqat orqada yotadi. Himoyadan o'ynaydi. O'shanga men o'ylashimcha biz ham shu narsadan kelib chiqib, qanaqadir ham misol uchun taktik o'zgarishlar, taktik yo'nalishlar bo'yicha Eronni chiqib yutishimiz kerak. Nimaga? Meni yoshim 32 ga men kirib to'lyapman. To'g'risini aytganda, milliy terma jamoada qancha yosh futbolchilarni ko'raman. Men o'ziga yosh futbolchilarni ham o'ziga aytaman. Sizlar zo'r o'ynalaring, men o'zimni olaman-da, shu zapasga qo'yib qo'yaman, o'rnimni beraman, o'ynaysizlar. Jon deb mana o'ynalaring. Lekin murabbiylar keladi, biz senga ishonamiz. Men aytmoqchi emasman. Men hozir eng yaxshi futbolistman, shunga men o'ynamayman demoqchi emasman. Juda ko'p kommentlarni o'qiyman. Juda ko'p Aziz qachon futbol tugatadi? To'g'ri, Aziz futbol tugatadi. Lekin o'rnimga o'ynaydi. Yo'q, o'rnimga ham o'ynaydigan futbolchilar ko'p. Men roziman shu narsaga. Hozir kelib o'ynasizlar. Men roziman shu narsaga. Lekin murabbiy menga telefon qilib senga ishonmayman, mana bunaqa degandan keyin yo'q, menga ishonmang, men yoshlarga ishoning demayman. Nima deyman? Har bir futbolchini oyog'i to'xtaguncha futbol o'ynagisi keladi. Xuddi men ham xuddi shunaqa. Endi har xil ishqiboz bor, har xil komment bo'ladi, har xil gaplar gapirishadi. Nima deyishim mumkin ekan? Hamma insonlar bilaman, achchiq qiladi, muxlis achchiq qiladi, yuragidan kuygan muxlis achchiq qiladi. Jahon chempionatiga chiqa olmayapti, o'yinni yuta olmayapti deb achchiq qiladi. Baribir bilaman, yuragida yaxshi ko'radi, milliy terma jamoa shu futbolchilarni ham yaxshi ko'radi. Kezi qo'ydi, ko'rmasa so'kadi, lekin ko'rib qolsa salomlashadi. Muxlis shunaqa muxlis bo'ladi. Talabchan muxlis bo'ladi. To'g'ri, men bir narsani aytishim mumkin. Xudo xolisa muxlislarga nasib qilganda, mana shunaqa go'zal kunlarda o'tiribmiz, nasib qilganda Xudo xolisa jahon chempionatiga chiqaylik. Biz tayyor bo'lganda jahon chempionatiga chiqaylik. 1 yil jamoamiz chiqib, yana 50 yil uni kutmaylik. 1 yil chiqdimi, keyingi yil chiqishini ham kutib turaylik. Keyingi yil mana bu futbolistlar zo'r bo'ladi. Keyingi yil mana o'yinchilar zo'r bo'ladi deb o'tiradigan mahalimiz bo'lsa